Kalla yuvish ishini qaranglar. Maktab bolalar boshlang'ich bolalar chog'ida kalla yuvishga qanday taqobil turishni bilibdi ma'u. Buni nima deymiz? Vulung yo'di difang 5 chu feng chu deb qo'ydik shunami? Endi kalla yuydigan To'shay muallimlar deb bu gap hozir bak mavzu bo'lib ketdi. Unda olsa kalla yuvish haqiqatan oshundaq dahshatli qo'rqinchli ishmi? Hozir gapda xuddi buning ta'siri kalla yuvish svoyalik zarlik chekini urvatga degandeklar bir ta'sir bo'lib qoldi-ku. Unda bo'lsa kalla yuvish to'g'rimi xatomi deganda to'g'ri. To'g'ri bo'lib qolmay intayin zururish. Kiyimlerimiz meynat olsa juyimiz. Bedellerimiz başlarımız meynat olsa juyimiz, munçuk uçumuz. Hatta tabiatmı yağmur yağıp yüzünü jüp durdu. Kallını jumayma, kallını juvatıp geldiğin gap. Kandak bulgan olsa devrini kendi kılıp dört dalat ütkitme diyen gap. Kallını juş korkunçluk emas. Bu yerdeki kallınızını kim? Kandak juvatıdı, kim terpidin juyuldunuz, o kandak adam diyen mavu mühimlikta. Navada eğlenceli belgeydi sizin kallanızını juğan bolsa, Microsoft'unu tan kurgan bolsanlar, bu vaktçe dünyadaki 10 çoğun bayının bir sop kalışınız mümkündü. Navada eğlenceli mayun gelişip, Hangzhou'ya vargan bolsanlar, mayun kallanızı juğan bolsa, mayunun koldasındaki şıbalı okanın birisi, bu kalışınız mümkündü. Kallı yürüş korkunçluk demez, kimnin juğunu mühim mayada. Kitap okun, kitap setibelen, kitap okun faydası var da taqtigen nurgun malumlar sözlaydı. Kitap okuş hoş yakmaydı, uyqam kep gitdi herip kaldı kemme, zirkişlik bu deysiz. Kitap okuşqa vaqt yok. Şu 10-20 koyluq kitapını setib vaqıda pul yok. Lekin doyun sergirek tuluq vaqtınız var. Oşu malumlarnikini anladık o, oşuncu ola pulga hayatta 30 bin koy. Birisinin ömürlük hukukçusu olsa 198 bin koy ke. Heyran kaldım korkup ketmeyim, ben işenç yok ya. Ben bir korkmayım, da geklanmayken ben Allah sen üçlüğe vaxtida ben işliyim emesken ben dedim ha malumlarının jürgünün yoğallığı qarab. Şunun için bu yerde kallı jüydüğün malumlar sizler bek korkup ketmanglar. Kim tarafından jüylükemiz o qanday adam ki? Nimish qilib bizga nemin so'zlab berdik deganni muhim o'ylashimiz kerak. Undan so'ng müşahidga to'g'ri hozirgi bir qism muallimlarning darsini setib olish xatomi? Bayamasdan shu gapni dedik, shunami? Darsini setib olish butunlay xatomi? Unda emas. Bu yerdami yenilar kimning darsini setib oldingiz? Kim so'zlagan qandaq mazmundagi bizga nima foydasi va qandaq holatdagi mazmunga? Degini muhim nuqta. Bilimning qimmati bo'lish kerak. Pul satqını xata emas. Ahli mülk pulga yarish kerak bu yerda. Shu ahli mülk qilganlarmi jismoniyamga qilganlarga o'xshash vaqt sarf qildi. O'xshash zehnini sarf qildi, charchaydi. Endi sizga bu yerda bir tal kitobni o'qish qo'yishaqmidek haq atoydan o'qib, buning mazmunini tushunib, yeyishib, masalan, misol olib sizga qilib bergandan keyin buningga belgilik haq to'lashimiz to'g'ri. Burunmi maktabda o'qigan vaqtimda o'qish pul topshirdik-ku, buning xatosi yo'q. Biroq qaysini setib olsak bo'ladi, qaysini olsak arziydi deydiganni biladigan, tunuydigan o'tkir ko'z, ziyrak kallar yo'q bo'lib qo'yayotganning ishi mayada. Shu tajribali qo'shiqni umuji va shuningdek bir bilimlik bir qism kishilar nutq so'zlasa, odam oz. Bir ayol qo'yib qo'ysin, voy bu bekorlik qilmay, oshnimi pulga deydi. Lekin Allohnikida qarsak, liq adam chavoq degan chevotgan, nech 30 ming qo'ylab evotgan. Nimishqa? Chunki bu yerdagi ma bilim bala nemi yetkazalama, nemi depralama degangila ahamiyat berib, o'zini pardozlashga ahamiyat beramagan. Masalan, bular luxu, bo'nchi qatorliq mashinalarni ijaraga kelib, naq maydonga boramagan. San'atchilardan qilishmaydigan kostyum, ajoyib to'yliq kiyimliklarda kiyimlarni ijaraga kelib, tosh-bash degan qotirib, mandaq bayva kiramagan. Sahnaga kirganda dahshatli hayajonlanadigan musiqalarni qo'ydirib, chavoqlarni chaldirib, sahnaga chiqamagan. Shuning bilan men o'ltag'illarga odatgacha sulishib qolgandek bilinib qoldi. Masalan, o'tganda bizning Yaponiyadagi ustozimiz kelib nutq so'zladi. Shunami? Naq maydonga anlayamadim, biroq to'g'ri to'liq ko'rdim. Shuni solishtirib baxsanglar, qarasanglar bu ustozimiz nəhayət oddiy sada mayli kiyim kechigi, mayli gap so'zi, hech qanday bir hashamat, takabburlik yo'q. Lekin Allohni kesilishtirsa, aslında ben farq var. Çünkü bular men bayar deganda qazq bo'lsinmi, nesiga bo'lsinmi, luxu bo'nchi mashinalarni ijaraga kelib turib keladi sahnaga. Cho'qim bir kunlik ijaraga olsin, oqsa to'yda surun kelgan vahshiy kiyimlarni kiyib keldi. Choshbashlarni cho'qim yostib chiqdi o kuni. Atoydan grimxonaga grim qildirib keladi. Sahnaga chiqqan vahshiy hayajonli musiqani qo'ydirib, qo'llasizliklar deb qo'p turib chavoqni chaldirib, hayajonga salolaydi. Shuning uchun qo'rqmay necha ming qo'ysa anglaymiz, shunami? Demek gapni yig'saq, kalla yuvish qo'rqinchli emas.
Çuqum juyuldu. Taraqqiy qilamiz deyotganmiz, çuqum shunday kitoblarni o'qishimiz, bir qism ustozlarning, ma'lumlarning darsini setib olishimiz, anglashimiz kerak. Endi bu yerdagi muhim masala men boya degandek, kimning darsini setib olamiz? Kim qanday qilamiz juydirgan? Ma'nunga ahamiyat bersak, mushunga diqqat qilsak bo'ldi demoqchi. Janolarmi? Yangi ko'z qarashingizni qoldiringlar. Rahmat.